Videoni qo'yaman, mana shu videoni. Bola, videoga sog'liq qilaman, hozir parkurdan o'taman. Qani, unda videoga let's go! Xo'sh, bola, videoga obuna qilinglar. Men hozir ana videoni o'taman. Ana shu parkurdan bolalar. Hozir. Men videoni narsalarni olib olay. Bu kech bo'lib qolsa. Qani, ketdi. Nimagadir hayajon bor. Jonjalik o'tishiga. Oh! Voy. Bola ko'zini qo'yinglar. Voy. Voy. Oy, yomon-yo bola. Shuncha madam yo'llar ko'zini qo'yinglar endi. Qani. Oh, yaxshi. Yarım qo'yganmi nima bo'lubi? What the fuck, bro? Osh. Bola, videoga bo'lsa o'yna qo'yinglar va bu video ikkinchi qismi chiqadi. Oba! Oh, yaxshi. Yaxshi, men parkurning chempioni bo'lib ketganman, bolalar. What the fuck, bro? Men buni o'ylamaman-ku. Parkurni qaranglar, bolalar, qanaqa parkur bu yomon qiyin-ku. Men bunaqa parkurni birinchi marta o'tishim bolalar lekin. Oy! Yo'q. O'ylab qolaman bolalar, qanday o'tdimman? Oy. Oy. Ay oyog'im. Oy. Oh. Mana, yaxshi. Oy. Oh. Bola qancha bo'lmaydi aka. Men chiqqan bo'lsa kerak. Oba. Ya. Kim qaraqilib ketdimi? Yo'q. Lagosonni qo'ymagansizlar. Qani endi lagosonni qo'yinglar. Endi men nima qilsam bo'ladi? Endi qanday chiqayman? Lekin hozir video ketgani yo'q. Bolalar, chiqib ketishga ulgurmanglar. What the fuck, bro? Qanday palaga qoldim? Spavrni berib bordim deyman-da. Bilsam bola hozirdan beri yiqilib tushib ketuvdim. Shu bo'lsa o'yna qo'yinglar, iltimos. Lagos o'yna qo'yinglar, demak o'taman. Yaxshi, Lagos o'yna qo'ysizlar, rahmat. Qani nimalar bu bera? Xo'sh, wow, O'zbekistonning bayrog'imi? Yaxshi, xo'sh. Wow! Qani? Hozir bitta kiyib ko'rish kerak. Qani hozir? Maskaradan ko'ramiz. Qani? Wow! Bola, uni qaranglar. Yarashganni. Endi buni F5 dan qilaylik-chi. F5 ga qanday ko'rinar ekan? Xo'sh. Mana ko'ramiz. Yaxshi. Qani? Chotka bolalar ko'rsatib qo'yinglar va ikkinchi qismi chiqsa kerak menimcha. Lagoslar kerak endi shunaman bari sizlarga bolalar. Shunamanda prosta. Qani? O'zbekiston bayrog'i lekin yomon yarashdi. Nima bu yozilgan? Qani? Nima yozilgan? Lag bo'lsa o'g'na bo'lib qo'ying, iltimos va nima? To'g'ri o'qimaman bola hozir. Like va obuna bo'ling, iltimos va ikkinchi qism. Bu demak bu video ikkinchi qismi bo'lishi mumkin sizlar bo'lsangizlar bola. Qani davay, mana shu taqtachadagi so'zni bajaringlar. Qani let's go. Sizlar nima ketadi? Pul ketmaydi-ku, to'g'rimi? Pul ketsa, pul ketmaydi lekin. Prosta biz harakaga chiqib ketib motivatsiya bo'lib ketamiz. Motivatsiya olamiz. Chunki sizlarga demak bu video yoqadi. Agar shu video mayli, o'zlaringiz qilganlarcha qilib beringlar qani, baribir aytsam, bilasizlarmi? Bilmayman lekin. Like bosganlar bolalar omadli va katta rahmat like bosganlar. Like bosmaganlar esa
Mana shunaqa qo'lga tushadi. Ya, shunchalik ham omadsiz bo'la biladimi? Nima qilay chiqay buydan bu tafakkur. Bu fokus qilish kerak. To'xtaylacha fokus qilishga harakat qilaman bo'ldi. Ha, yana sho'rvada yo'qoldim. Yaxshi, lagos o'rnini qo'yib bo'ldi. Ana ko'rsam qozonni beraydim. Va mera bu qo'ydim. Bunaqa fokusni sirni o'rganmoqchi bo'lganlar, lagos o'rnini qo'yinglar va keyingi qismda balkim aytishim mumkin. Balkim sizlar ham menga o'xshab YouTube bilishlaringiz mumkin. YouTube bilsangizlar. Va mana u yoqdagi uyni ko'ryapsizlarmi bular? O'sha mana uyim tez kunda bularga o'rnini qo'ysangizlar, biz video o'qishimiz ukam bilan, lekin qo'shilmoqchi emas. Nimaga? Chunki mikrofoni zerikarli, Roblox zuyib yotibdi bular. Shu uchun lagos o'rnini qo'yinglar. Ukam aytadi, lagos o'rnini qo'ysa o'taman dedi. Ana uyni ko'ryapsizlarmi? Oq uy bilan. O'sha mana qishlog'im bilan yaqindan taxlanadi. U videoda maktab qismlari chiqadi va boshqa sirli videolar bo'ladi bolalar. Lagos o'rnini qo'yinglar albatta. Va video ikkinchi qismi chiqadi. Va hammaga rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Xayr, bolalar.